Hayra. Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Nima gaplar, opa? Sizlar bilan men yaxshimi? Otni yuribman. Yaxshi-da, sog'likda. Ilohim. Mana singlimni yo'q. Nima bo'ldi? Yuragi og'riyapti. O'shanga Havo salqin bo'lib qoldi endi bir shamollashmalar ha, shunga aytdim kelar o'zim. O'zim uchun sitganangizni, qonangizni xulosalariga qarab, uzviy xulosalariga qarab, bemor shikoyatlariga qarab, keyin nimadir kerak bo'lsa yozib beraman. Xo'p? Agar ana shu o'zingizda umrda topshirganmi? O'shada o'tami yo o'tmaydimi? Qachon opa 3 oy o'tib ketmagan? Yo'q, 1 oy bo'lgan. O'sha paytda ham shunaqa shikoyatingiz bormidi? Ha. Yo, unda yaxshiroq. Yo'q, bular bilan qildik, bular tashlasaman. Chunki mintaqada opa bizga hozirgi sizni hozir organizmingizda kechadigan holat kerakda. Men hozir agar sizni 1 oy oldin holatingiz yaxshi bo'lsa, uni ko'rib turib, yaxshi ekan deb turib, yengilroq dori yozib qo'ysam yo umuman dori yozib bermasam, lekin aslida siz organizmda kuchli shamollash hozir kuchli bo'lsa, sizga noto'g'ri lechena qilib qo'yishim. Xo'p? Baribir analiz yaxshi. Chunki sizga hozirgi vaziyat kerakda. 2 hafta bo'lib qoldi topshirganimga. Ular meni kardiologlar yurak tekshirtirdi. O'shanga yuragingiz tomirini ko'rdimda. Opa, yuragimiz vazifasi organizmdagi suvni qondagi oshchi suvni ajratib, siydirib chiqarish. Yurak faoliyati pasaysa, surunkali yurak kasallarida bu qisman pasayadi. Pasayganda birinchi belgilari yuzlarda ish paydo bo'ladi. O'shanaqa belgilar, ozgina qisman belgilari bor, lekin hozircha juda xavotirli emas. Lekin kasallikda katta-kichkinasi bo'lmaydi. Hammasi kasallik hisoblanadi. Shuning uchun shu xavfli emas ekanini deb o'zingizga o'zingiz xotirjam bo'lib, oddiy farq bo'lmaydi. Hop, hozir laboratoriyaga kirasizlar, laboratoriyaning javobini olib, yana oldinga qaytib kirasizlar. Shunga qarab turib. Ha, Ha, analiz topshirsangiz bir yarim soatlarda chiqib saqlab yuring. Javobini olib kelamiz. Ha, javobini olib yana qaytib kirasizlar. Hozir buni